Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, bog'bon akalar. Ishlaringizga omad, dehqonchingizga baraka bersin. Mana yaponskiy panoramiz mana Gibberellin asosida dona yiriklashtirildi, yana ham yiriklashadi. Katta hajmda bu boraveradi mana. Rubramanga o'xshab katta bo'laveradi mana. Rubramandan ham boshi katta buni. Mana donini, shuni ko'chati bor. Shuni ko'chatining narxi qimmatroq, rubramandan ham qimmatroq. Oladiganlar bo'lsa, marhamat mana. Bariklari. Hosilani kam qo'yganman mana. Hali uzumlar endi g'oraga kiryapti mana. Uzumlar hali endi g'oraga kiryapti. Mana uzumlar endi g'oraga kiryapti mana. Mana bu ararat muskatni yana donaga bor. Boshini kattaligini ko'ryapsizmi mana? Hajmini. Meni qarichimdan ham uzun bu. Bu bitta boshi 4 kilo, 5 kilogacha bo'lib ketadi. Dona yirikligi yuqori bo'lib ketadi. Katta bo'lib ketadi dona yirikligi. Mana boshini kattaligini ko'ryapsizlarmi? Mana avatardan ham katta. Qarib 40 sm, qarib yarim metr. Mana. Qarib yarim metrga boryapti mana. Hosili. Hammasi katta bosh mana. Eng katta bosh hali endi bular hali nimaga kiryapti? Mana bunisi Red Globe mana. Red Globe. Mana bu yoqda avatar ham bor. Mana avatar endi gullab kelyapti. Mana yerda Xitoy bor. Manicure finger mana endi oraga kira boshlayapti. Manicure fingerda boshi bu darajada katta bo'lib ketmaydi mana. Bunagina ararat muskatni boshi yirik bo'lib ketadi mana avatarimiz. Endi gulyapti. Mana bu yerda yozilgan avatar payvon qilingan. Bu yerda manicure finger, keyin bu yerda avatar. Avatarim ko'p. Keyin Propragena mana. Propragena buni ham boshi katta, lekin u darajalik emas. Mana u jo'g'oraga kirib boshlayapti. Sog'lom va nima kommentariyaga yozinglar. Mana bu yerda ko'chatlar bor mana shu yerda. Ararat muskatni bor. Hamma qarib 5-6 xil sortdan bor. Mana shu yerda manicure finger bilan mana shu panorama. Shu yerda sortlar rosa ko'p. Salomat bo'linglar. Tashakkur.